voy Equinox puli bo'lyapti-da. Traverse-ku bu 3.6 motor, jem такой operativniy mashinalardan. 3 qatorli mashina, 3.6 motor. Narxi вообще maza. Qarayman mana. Такой kapitanskiy sidenali, 3 qatorli semeyni yurishingizga yoki uzoq yo'llarga ham shikalat variant. Tak, oldi kriloda faqat mana oldi kriloda pitno bo'lgan joyi bor ekan. Mana shu tomonda. O uchun tekshirib turamiz, lekin holati yomon emas. 154 ming yurgan 2020-yil ekan. Srochniga bilasizmi, narxi o'sha qiziq. 27.700 ga srochniga bosib yuborsangiz bo'ladi. 27.700 ga oyoqdan maza qiladi-ku. Equinox puliga Traverse bosib yuborasiz. Bu ancha boshqa daraja. To'g'risi yengichasiga o'tirib ko'rdim-da shu kuni yengicha Traverse'ga. Sal yaxshi tortmas ekan. Bilganlar bormi? Lekin bu 3.6 motor bo'lsa zo'r tortadi. Bilasizlar-ku,